Hoş geldiniz kadirli dostlar. Bugün biz birge 21. asır problemlar yaslığında Goya Iskak'ın regional okuşlar konferansiyasına jınaldık. Rayon başlığı Engel Fattakov takdimi bilen konferensiya Goya Iskak'ın köp kırlı ijatına bağışlanar. Şulay biz bugün birge Iskak'ın hazırgi edebiyatka hem yaş edipler ijatına yığıntı soturuna basırışacakız. Bu yılғы konferensiyanın özünçelikli ülüşüde bulaşan rayonumuzun total dili okutuşları hazırgi şartlarda özlerinin rolü hem buruşları turunda mahsus diskusiyada fikir oluşacak. Hazır konferansiyana aşı için söz Salatli ballar için Gumanitar Gimnaziya internet direktörü Garipova Rüzle İldar kızına verildi. Kadirli balalar, biz bek şadbız sizni o'zimizning gimnaziyamizda yana ko'rishga. Haligi konferensiya mana bolalarda aytib o'tdi, G'oyas Iskaq ijodiga 21-asr adabiyotini bag'ishlab bo'ldi. Albatta endi G'oyas Iskaqning naoshilmagan yoqlari bek ko'p. Shuning shunday tematikada so'zlarga bo'ldi. Biz butunimizda bilamiz, u Tatar umuman Türkiye halkının kelajagi uchun izlikli kurash olib borishi. Bugungi vaziyatda da bizning bugungi kunda da haligi problema bek hal etilib bitilgan deb aytmas edim. O'zimiz da bilib turamiz. Bugungi kunda konstitutsiyaga tuzatmalar kirish bo'yicha ishlarni olib boriladi. Qozog'istonning Qopla To'qay ismidagi davlat bilagiyasi. Nurlu Yetin İslam. Ayaz bunu da aytırız. Men aytib boraman shu. Maqsadi G'oyas Iskaqning adabiy mirosini tiyanrak uylanu, millat yazmishi masalasi, xotin-qiz, millat anasi yazmishining ayolsiz ekanligini ko'rsatuv. Xizmatimning aktualligi Tatar xotin-qizi ilk-ilikdan bo'ylanib bir butun etmishi, elini da bog'larini da bog'ishi, yashak kishisining tarbiyalashi, naslini saqlovchi, tinoplik sabrlik haykali, iman ko'zgusi bo'lgan. Milliy yuzin kuchaytirga ham axloqiy ruhiy tibosini qadrga bo'lishi. Ayaklarlar fikrlar quloq solib, bularga naslni davom etishi.